Men 1 million aholi to'plab Minecraftni zabt etmoqchiman. Qani yo'qol bu yerdan So'ta qo'zi. Bu sening videoing emas, bu mening videom. Xullas men 1 million aholi to'plab Minecraftni zabt etmoqchiman. Janob, sizning rejangiz ko'rinishingiz kabi rasvo ekan. Jinorson, to'g'ri aytasan, G'appor. Yillanati, sen meni yangi g'oyalarimni o'g'irlayapsan. Oy, mana men tayyorman. Tushunmadim. Yillanati, siz ikkingiz ham meni ajoyib bo'lgan g'oyamni o'g'irlayapsizlar. Yillanati, biz nechta grokslarmiz? Jinorson, bunisi yana kim bo'ldi? Agar sizlar haqiqiy groks bo'lsalaringiz, qani ko'raylikchi aholini qanday qo'lga olarkansiz. O, yomon emas. Demak, sendan boshlaymiz. Ha, menga ham yoqdi. Xo'sh, qani grokslar, meni quloq solinglar. Mana bu orqamda turgan aholini qullikka olishingiz kerak. Faqat haqiqiy groksgina ularni qul qila oladi. Men tayyorman. Yaptinga o'raysizlar, axir haqiqiy groks menman. Mayli, haqiqiy groks men ekanman, demak birinchi men boshlayman. Yillanati, Menimcha o'ldi. Ha, shunday. men tayyorman. Oy, endi sizlar meni qulimsiz. Nima deding la'nati, qani bu yoqqa kelchi. Oy, men groksman. Hozir men senga yoqtaman groksni. Mana men aytmaganmidim. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Bu ahmoq aholi meni tushunmayapti. Xavotir olma, chala groks, ya'ni men. Ularni o'zim qo'lga olaman. Tushunmadim, nega sen qambarning akasini o'ldirding? Oy, bolalar, mana bu la'nati qambarning akasini o'ldirdi. Mana endi biz birlashgan holda bir qaror chiqarishimiz kerak. Xo'sh, kimda qanday reja bor? U yaxshimi yoki yomonmi? U qambarning akasini otib o'ldirdi, yaxshi bo'larmidi? Oy, bolalar, menda bir yangilik bor. Jo'li boboni og'ziga chichib ketishibdi. Bu yangilik emas, buni kecha eshitdim. Men o'zi nima demoqchi edim? Ha, Groksga ishonsa bo'ladimi yoki yo'qmi? O'tirmayapti-ku. Xo'sh, demak biz bir qarorga keldik. Biz bugundan boshlab seni Groks janoblari deb chaqiramiz va senga itoat qilamiz. Groks janoblari, menda bir savol bor. Eng yoqali savoling bilan. Yaxshi, unday bo'lsa bugundan boshlab menga itoat qilasizlar. Men tayyorman. Xo'sh, chala groks, ko'rdingmi? Yo'q, men hali ham senga ishonmayman la'nati. Yaxshi, unday bo'lsa ikkinchi rejaga o'tamiz. Ikkinchi reja shundan iboratki, soliqlar yig'ish bo'ladi. Kim ko'proq soliq yig'sa, o'sha haqiqiy groks hisoblanadi. Mana shundan so'ng men haqiqiy groksni ommaga olib chiqaman. Yaxshi g'oya. Unday bo'lsa, omad men tarafda ekan. Kechirasiz, men ozgina kech qoldim. Xo'sh, mening ismim Jamol. Hoy, agar sening sheriging Jamol Jamalak bo'lsa, unday bo'lsa Groks men sen bilanman. Qo'rqma Groks, men oldingdaman. Qo'yil, qani bo'lmasam olg'a. Qani yura qol Jamol, ularga e'tibor berma, boshlaymiz. Xo'sh, birinchi navbatda kiyimlarni almashtirib olishimiz kerak. Menga sening kiyiming yoqdi. Qani aytchi, menga ham mos keladigan kiyim toplarmikin? Topamiz. Xush kelibsan mening koshonamga. Qani ko'raylikchi, sandiqda qanday kiyimlarim bor ekan. Xo'sh, mana buni ko'rinishi qanday? Yo'q, unchalik ham yaxshi emas. Yellamati bu yana nima balo? Nima bo'ldi? Orqam yirtilgan ekanmi? Ha, anchagina yirtilgan ekan. Boshqasini kiyaveri. Ha, mana bu boshqa gap. Xo'sh, men uzoqda qandaydir qishloqni ko'ryapman. Birinchi soliq yig'ishni shulardan boshlaymiz. Qani olg'a. Demak, keyingi rejaga o'tamiz. Bu qishloq aholisini ayab o'tirmaymiz. Hoy, qani eshikni och la'nati. Haydamay, yangi yil kelyapti, sen hali soliqni to'laganing yo'q. Qani soliqni to'la deyapman. Bo'lmasam uy-puyingni yo'q yo'raman. Nega men doim tuvalet kirganimda kimdir keladi eshikni taqillatib. Soliq mavsumi boshlandi. Men hech qanday soliq to'lamayman, og'ziga chaysanlarni. Men tayyorman. Biz bu galvaslarga o'xshamaymiz, to'g'rimi? Bizda boshqa reja bor. Qani yura qol. Nima deb o'ylaysizlar, men haqiqiy Groksni mag'lub qila olarmikinman? Padaringga la'nat senlari. Janob, sizning fikringiz qanday meni rejamga? Nima desam ekan, sen omadsizsan. Qani yura qol Jamol, menda bir reja bor. Haloyiq, bu men Groksman. Men bu yerga tinchlik o'rnatish uchun keldim. Agar sizlar men tomonda bo'lsangiz, har biringizga 100 ta zumrad to'layman. Ha, mana shunday bo'laversam, xalq men tomonda bo'ladi. Biz bu la'nati Groksni burnini yerga ishqalaymiz, to'g'rimi? Mana endi men tayyorman. Qani la'nati chala groks, tan ol, sen meni g'oyalarimni o'g'irlading, to'g'rimi? Men hech qanday g'oya o'g'irlamadim. Ko'ryapsanmi, meni ortimda Jamollar armiyasi turibdi. Men seni bir deganda yo'q qilaman. Meni ortimda esa qambarlar armiyasi. Xonimlar va janoblar, bugungi bo'lib o'tadigan jangimizga xush kelibsiz. Bu jangimizda faqat haqiqiy Groksgina g'olib bo'la oladi. Men 3 gacha sanashim bilan jangni boshlaymiz. Sizlarga qoidalarni tushuntirdim. Demak, tayyormisizlar? Unday bo'lsa, 3, 2 Tanishing, buning ismi Cho'lpicha.
Cho'lpicha Minecraft o'ynashni juda ham yaxshi ko'radi. Hoy, meni gapimni oxirigacha tugatmadim. Men gapirib o'tirganda eshikni yopma. Nima demoqchi edim? Ha, Cho'lpichaning oilasi bilan tanishamiz. Xo'sh, Cho'lpicha, sen bizni Cho'lpiyevlar oilasi bilan tanishtirmaysanmi? Ha, aytgancha, Cho'lpiyevlar oilasida Cho'lpicha eng kichik farzand. Cho'lpichaning uyi kichik, lekin shinamgina. Demak, oilasi bilan tanishamiz. Demak, bu uning otasi, Usta Cho'lpi. Bu esa uning onasi, ismi Azamjon onasi ekan. Bu esa uning akasi, Chakka Cho'lpi. Bu esa bizning bugungi ishtirokchimiz Cho'lpicha. U bugun Minecraftni boshidan oxirigacha o'tmoqchi ekan. Xo'sh, nima ham derdik, bu kichkintoyga bugun Minecraftdan o'tishiga yordam beramiz. Otajon, men ham Minecraftdan o'tmoqchiman. Undan ko'ra mollarni tayini tozala. Ikkoving ham o'chira olinglar. Xo'sh, Cho'lpicha, Minecraft o'yinidan o'tish uchun bugun ajoyib kun, to'g'rimi? Lekin shu turq talovating menga yoqmayapti-da. Birinchi navbat senga yog'och kerak bo'ladi. Sen ulardan bir nechta buyumlar yasashing kerak. Ha, mana shunday, yomon emas. Xo'sh, ey, bir joyda o'tirib bilasanmi yoki yo'qmi? Uraman o'ylasan hozir. La'nati, bu Cho'lpiga gap tushuntirib bo'lmas ekan. Mana endi sen g'orga kirib bir nechta resurslar to'plashing kerak. Nima? Olmos topdim deysanmi? Qani, qayerda? Ha, Cho'lpi bo'lsang ham ko'zlaring o'tkir ekan. Mana endi qanday qilib bu tomonga o'tib olmoslarni olmoqchisan? Voy, la'nati, nima qilyapsan? Menga qara Cho'lpicha, bu g'or sen o'ylaganchalik yaxshi g'or emas. Lekin sen quloqsiz emas-kusan, to'g'rimi? Menimcha mana bu maxluqni Cho'lpicha boshiga tosh bilan urib o'ldirmoqchi. Jin ursin Cho'lpicha, bu maxluqning ichidan hech nima chiqmadimi? Ha, mayli, hech qisi yo'q, xafa bo'lma. Cho'lpicha o'z maqsadi sari ketyapti, chunki u Minecraftni boshidan oxirigacha o'tmoqchi. Jin ursin, sen nimani o'ylaganingni bilmadim, lekin unday qilma. O, bolanati, mana endi qochib qol. Bo'ldi, g'orlik sinovdan o'tding deb hisoblaymiz. Mana endi seni Cho'lpi boboyingga topishimiz kerak, chunki u bizga yordam beradi. Tushunmadim, orqamdagi daraxt qimirlayapti deyapsanmi? Ya, unday bo'lishi mumkin emas. U seni orqangda. O, bolanati, Minecraftda bundan boshqa personaj yo'q edimi? Bolanati bola, yomon bir iflos bola bo'lib yetishding-da. Mana buni olganda ko'zimdan umuman yo'qol. Qani, idinglar. Men boboyning gaplaridan xafa bo'lma Cho'lpicha, ular seni maqtashyapti. Hali ham shu yerdamisan, la'nati bola? Xullas Cho'lpicha Cho'lpi bobosidan o'ziga kerakli buyumni oldi va nihoyat biz g'orga kirib oldik. Qo'yil Enderning yurtiga olib boradigan portalni topdi. Nima deb o'ylaysizlar, Cho'lpicha portalni yoqib ishga tushirib bilarmikin? Vele bitta yetmayapti. Cho'lpicha qayerdandir bitta yetmagan Enderning ko'zini olib keldi. Mana endi menga quloq sol Cho'lpicha, portalni ishga tushirish vaqti keldi. Qo'yil, mana endi sening davring keldi Cho'lpicha. Agar sen Minecraft o'yinining boshidan oxirigacha o'tadigan bo'lsang, padaringga la'nat sen Cho'lpichani, men hali gapimni oxirigacha tugatmagandim. Cho'lpicha bunday dunyoni birinchi marta ko'ryapti. Nega ekran qora bo'ldi? Tushunmadim Cho'lpicha, nima qilmoqchisan? Nima uni portlatmoqchimisan? Mayli, sinab ko'rchi. Bugundan boshlab Cho'lpichani hech kim va hech nima to'xtata olmaydi. Cho'lpicha, sen Cho'lpiyevlar oilasiga munosib bo'lishing kerak. Voy, la'nati bola, sen hali yoshlik qilasan. Ha, yashavor, sen deyarli Minecraftdan o'tding. Qoyil, men sen bilan faxrlanaman Cho'lpicha. Mana endi sen Cho'lpiyevlar oilasidagi Minecraftdan o'tgan birinchi bola bo'lding. Men senga ham yoqqa kelyapman, la'nati. Oy, o'zingni boz, oxir yomon bo'ladi. Mayli, o'zing xohlading. Biz bunaqasiga kelishmagandik. Nima bo'ldi? Kim Minecraftni boshidan oxirigacha o'tdi? Jin ursin, hali video tugagani yo'q. Kim Minecraftni o'tdi? Cho'lpicha, tanish. Sen hozirgina bo'lmoqchi bo'lgan eng katta jangni to'xtatding. Bu jang Groxlar o'rtasida bo'lib o'tmoqchi edi. O'zi bu la'nati bola qayerdan kelib qoldi? Cho'lpicha, senga bir sovg'am bor. Tanish. Buning ismi Cho'lpigul.